Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızdan 104. sani görüşünlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz hamalağı malum boğandak her haftada şu saatlerde devam kılıvatımız. Uzun dünmeyen devam kılıp kilovatımız. Her bir Müslümanın ki çokum roşen delil ispat üstüge düşünüşü gerek boğan temalarını ayrım mavzu şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Allah subhanahu ve taala bu söylengen derslerini layıkıda düşünüp emel kılış, nimetini ata kılışını hemmimizge tüvencik bilen sorayımız. Programımızda daimlik aziz mihimli hamalar tanışıp boğan hürmetli ustaz. Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Azası şundaklar Dünya Müslüman Alımlar Birliği Azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'nin teklif kıldık. Kımmetli vaktin çıkarıp kadem teşekkür kulağı almak için köp rahmet ediniz. Rahmet. Kadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'da tarixli vatıda. Ekran alı çıkıp durvatkan numarımız şunakla ictimai fikir vasıtırdıki alaqı vasıtırımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif olsa, belişinlarını, suallarınlar olsa, soruşunlarını ümit qılımız. Şundaqla köpligen qarindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəherləb qoyuşunu hem unutmayızlar. Bugünkü temamiz, tünügümüz elanımızda bəgəndək İslamdaki soğudu setik əxlaq edidik. Elbette naitti muhim temalardan biri. Çünkü bütün hayatımız, bütün barlıq yaxşılıklarımız, əməllərimiz şu mal dünya iqtisadqa berib taqışlandı. Bunun insandan ayrılışı mümkün emas, meyli az veya ki köp. Bu qançilik, bununki toğru xata buluşup bütün hayatımızga təsir görüstüdüğən, ya ki Allah'ın dərgahida qubul qılındığan, ya ki her bir qılğan əməllərimiz rədd qılındığan dərəcə berib yetdiğən intayın zil bir məsələ. Şunun üçün bu temadaki Müslümanın ki qılışqa tegişlik məcburiyyətlərini vaxtımız yetkəncə düşündürüşkə tirişimiz. Bir vasitə programımız kirib qəsək ustadımda olsa aldı bilen şu İslamdaki mal dünya ve soğud setikdə soğud setik İslam mal dünya ve soğud setikqa qandaq qaraydı degan sualıma şəkərən basaq. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam dini iqtisodga yoki mal dunyoga yoki sotsiyatikka alohida ahamiyat bergan. Chunki mal dunyo yoki iqtisodni bu hayotninki asosiy turmushning zaruriyati deb bekitgan. Qur'oni Karim bu to'g'rida amwalakumul-lati ja'alallohu lakum qiyaman. Mal mulk hayotning asosi, turmushning asosi deb belgilagan. Şundaqlar Müslümanlardan iqtisodni gullantirishni, taraqqiy qilishni talab qilib, ansha'akum minal arzi vasta'marakum fiha. Allah sizlarni bu tuproqni yaratdi, bu tuproqni gullantirishni talab qildi. Buni gullantirish uchun cho'qim bu yerda iqtisod, mol dunyo bo'lmasa gullantirib olmaydi. Shuningdek, mol dunyoni ahamiyatsiz, keraksiz narsa deb qaramaydi. Balki buni himoya qilish lozim, buni qo'g'dash lozim, bunga jon ketsa, uni pido qilish lozim edi. Payg'ambarimiz bu to'g'rida man qutila duna malihi fahuva shahid. Kim mal mulkini qo'g'dash yo'lida o'lib ketib qolsa, mal mulkini himoya qilish yo'lida jonni berib ketib qolsa, bu odam shahid darsiga yetadi. Demak, mal dunyo uchun jon berishga arziydi deydigan bu yuksak maqomda muomala qildi. Shuningdek dinimiz sharkat qilishga, tijorat qilishga, ishlab chiqarishga alohida tashabbus qildi. Bu to'g'rida Qur'oni Karimda famshu fi manakibiha va kulun rizq. Dünya qaranlı. Dünyanın taraf-taraflarını kizanlar. Ticaret qılanglar, iş ovqat qılanglar, mal dünya tepinglar. Uni Allah bergan ni'matidan bahramand bo'langlar. Bu İslam iqtisod kelgan vaqtida mal dunyoni Allohning meli deb qaraydi. Boshqa falsafalarga yoki boshqa dinlarga yoki boshqa ko'z qarashlarga o'xshamaydigan alohidlikimiz. İslam dini mal mulkni Allohning melidir. İnsan bo'lsa bu mal mulkdagi vakildan iboratdir. Balki ba'zan deyishim, mal mulk o'zimdan xohlagancha nima qilsam qilaman. Musulmon undaq deyamman. Musulmon deydi bu mal mulk Alloh menga bergan omonatdir. Meni sinash uchun, bu dunyoga kelgan vazifamni ijro qilish uchun bergan bir fursatdir. Buni men Alloh ko'rsatgan yo'lda ishlatishim lozim. Xohlagancha to'g'ri olan xato yo'lda ishlata olaman deyammaydi musulmon. Shuning uchun musulmon Allah ko'rsatgan bo'yicha mal dunyo tepish ve mal dunyoni Allah ko'rsatgan o'ringa sarf qilish lozim. Chunki inson mal dunyodagi yoki mal dunyo to'plashga vakildan iborat.
Bunun asasen Müslüman payda menfaat qo'g'lishib, haromdan pul topsa yoki harom ishlar pul xarjlasa yoki boshqa insonlarga ziyon beradigan ishlardan, masalan, qo'ymichilik, saxtipazlik degan o'xshi, bu taraflardan pul topaman desa, u xatolashgan bo'ldi. İslam so'd setiqda igdorchilik prinsipini yo'l qo'ygan. Masalan, kommunistlar o'sha hamma narsa hukumatdan demaydi. Davlatning mol mulki bo'ldi, shaxsiyning mol mulki bo'ldi. Shaxsiyning o'zi topgan, dadisdan meros qolgan, tijoratdan foyda topgan deganga o'xshash, yoki davlat uning bo'lib bergan bir zamin va boshqa narsa bo'lgan bo'lsa, shaxsiy igdorchilikni qo'g'daydi. Shuningdek, tijorat erkinligini yo'l qo'ydi. Yani bir insan haram iş kirip kalmasın, özünün yurtida olsun ve başka yurtida olup kalsın, dünyanın nerede olup kalsın, ticaret kılış erkinliğe ilgim olsun. Bir şart günah işlerini sadır kılmız. Şununla birlikte İslam dinin ihtisas sahası ictimai adaletini yol koygan. Yani şu adamı paydalandırgan ve başkalarının paydalandırgan. Fakat mağlı olsa, başkalı veyran olsa dediğin onda tuzum yok. İslam'da adalet asas. Hoş. Bu sebepten İslam dini soğut settik, yani ticaret sahasında meyli Müslüman bilen muamele qilsin ya kafir bilen muamele qilsin, adil muamele qilish buyurgan. Kafir o'g'anlik uchun uni alsak bo'ldi demedi. Kafir o'g'anlik uchun uni ziyonkashlik qilsak bo'ldi demedi. Meyli kim bilen muamele qilsin, muamele qilgan taraf Müslüman bo'lsin, kafir olsun, adil muamele qilish musulmonlikning taqozosi edi. Mana Qur'on-i Karimda "Wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'al." Bir bilan kelishmasliklar, aranglar orasida o'qishmaslik, yoki ziddiyat, yoki o'xshamaslik qaysi bir illat olsun adaletsizlik qilish sabab bo'lib qolmasin. Kim bo'lishiga qat'iy nazar. Adil ish qilinglar deb. Adil ish qilish bu musulmon darsligining taqozosi, taqvolikninki yo'li edi. Bu islomdagi so'd setiq aqida bilan munosabatlik. Ba'zan deyish mumkin. Bu so'd setiqninki aqida bilan nima aloqasi edi? Bu aqida degan iymonninki 6 arkonini bilsak, yodlab olsak tugmidi bu deyish mumkin. So'd setiq aqida bilan munosabatlik. Nima shun degan vaqtimizda? Chunki bir inson so'd setiq qilman degan chog'da bu qilmoqchi bo'lgan ishni halolmi, harommi, to'g'rimi, xatomi buni dastlab bilish lozim. Agar bilmay qolib qolsa, biladigan olimdan so'rash lozim. Halol harom masalasi bu aqidaga taqishadigan masala. Shu bir inson foyda keldigan deblar xohlagancha ish qilolmaydi. Shariat cheklagan so'dlar kiranmaydi. Xiyoliy asos bo'lmagan so'dlarni qilolmaydi. Demek bu aqida her qanday bir ishninki islomning asosi hisoblanadi. Bu so'd sahasida aqida bilan bo'lgan chetishqi Allohga ishonish, taqdirga ishonish va qiyomat kuni ishonishga bek munosabatli. Yani her bir ishni qilgancha Alloh rozi bo'ladigan ishmi yoki yomon ko'radigan ishmi? Buni o'lchab bu. Foyda topgan bo'lsa yoki iqtisodda bir ziyon kelgan bo'lsa, sababini qildi, qog'ini Allohning taqdiri ekan deb. Qandaqdir ba'zi bir insonlardek puli putin yo'qolib ketib qolsa, kuyib ketib qolsa, o'zini etib oldigan, o'zini asma bir yer tashib oldigan musulmonga yarashmaydi. Foyda kelsa Allohning ne'mati, ziyon kelib qolsa Allohning taqdiri deb yana umid bilan yashaydi. Qiyomatga munosabat. Chunki men bu dunyoda boshqalarning mol mulkini olib olsam, boshqalarning haqqini o'zimdan qilib olsam, har bir tangadan, tillardan, har bir dollardan qiyomat kuni hisobini beraman deydigan bu ish bilan muomala qil. Demak, so'd setiqimiz, tijoratimiz, ilm berimimiz aqida bilan zich munosabatli. Bu sababdan iqtisodning vazifasi nimasi? Aqidani qo'g'dash. Xo'sh. Iqtisodning vazifasi aqida yo'lda sarf qilinish. Iqtisodning vazifasi iymon, e'tiqod yo'lda sarf qilinish. Ham bu aqidaning ko'rsatmasi bo'yicha xizmat qildirish bu iqtisodningki asli vazifasi. Ba'zan deyish mumkin. Bu islom bilan yoki aqida bilan so'd setiqninki munosabati va ikkisidan chetishlik bor. Buning dalili bormi deyish mumkin. Dalil chiq. Masalan, buning dalilidan birini keltirsak, Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu taqulloh va daru ma baqiya minar riba. Allah so'd setiq sahasida mu'minlar xitob qilib turib, mu'minlar dedi. Iymon aytganlar, menga ishonganlar diqqat qilinglar dedi. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Allah ko'rsatgan bo'yicha qilinglar bu so'd setiqinglarni, turmushinglarni va boshqa shirkat va boshqa ishlaringlarni. Bilib qo'yinglarki, o'simdan yiroq turinglar dedi. Pul topdik, pulni oson topqin bo'ldi ekan deb o'simga jazoni kirib qolmanglar dedi. İman bilan xitob qilaman. Mu'min bo'lsanglar, o'simda yiroq turinglar. Harom so'didan yiroq turinglar. Demak, mana bu oyatda so'd setiqning aqida bilan zich munosabatli ekanligini belgi bo'ldi.
Boshqa neçilgan oyatlar, masalan, zakat va shuningga o'xshash xayr ihson deyli yoki o'tinish deyli boshqa taraflar bilan ibodat bilan munosabat borligini bilgan bo'ladi. So'l setqning shunda axloq bilan munosabatining borligini bilgan bo'ladi. Ham bu iqtisodni taraqqiy qildirish deyli, gullantirish deyli, ishlab chiqarish deyli va bu sohalardan siyosat bilan aloqasi bor. Bu siyosatning kimi vazifasi iqtisodni qo'g'dash, taraqqiy qildirish, ishlab chiqarish, fabrik zavodlarni qurish bu siyosatning vazifasi. Shuning bilan birlikda omonatni ado qilish, boshqalardan qarz olib turgan bo'lsa yo qarz bergan bo'lsa omonat ado qilish, va'da kirishimlarga amal qilish nuqtasidan bu iqtisodni axloq bilan munosabati bor. Demak, bu siyosat, ixlos musulmonning butun hayotiga chetilib ketgan. Xo'sh. Endi bu islom iqtisodiga qarasak, bu yerda namunalik bilan reallikni birlashtirdi. Namuna deb qo'l iqtisod kasb bo'ldi, ammaymiz deb bunday demaydi. Yoki to'g'ri yo'ldan, halol yo'ldan birisi so'q qildi deydi, yoki tuqqanlardan miros qoldi deydi va shuning o'xshaydi davlat fuqarolarga kelgan taqsimotni berdi deydi. Buni o'xshab qolsa yo'q. Men bu iqtisodni olmayman, buni boshqalarga berib o'taman deb butun voz kechsa bu o'rnak, namun tarafida turib olmaydi. Buni qildigan ehtiyojini oshqa odamlar bo'lib qolsa fazilat uni. Lekin reallikni asos qil. Reallik shu odamningki pulga iqtisod ehtiyoji bo'lib qolsa, ishlab chiqarish, qabul qilish degan qo'shib bu taraf bu. Ya'ni reallik bilan namunlik ishkin tang tut. Reallikda butun zoyat bo'lgan xuddi sahobalar Abu Zarga o'xshash dollar va odamni, o'z zamonida dollar yo'q, oltin tillasi va odamni to'xtamay qo'rqitgan bu taraflarni tashabbus qilmaydi. Bu ba'zilarning o'ziningki tutgan yo'li. Qiyomatga hisob ta'sir bo'lib qolmasin deganda. Reallikni amaliyotni asos qilib islom iqtisodi. Shuning bilan birlikda modda bilan ruh orasini birlashtirib qo'yadi. Moddiy paras bo'lib ketish, modda qo'g'lishish, modda uchun o'zining aqidasidan voz kechish, axloqidan voz kechish, prinsipidan voz buni xohlamaydi. Pul top deydi islom dini. Iqtisod bilan shug'ullan, tijorat qil, turmushini qanda millatga, ummatga, insoniyat foyda yetkazadi. Lekin ruhingni yo'qotmadi, axloqini yo'qotmadi. Ikkisini orasidan. Yoki ba'zilarga o'xshash, biz ruhoniy odam deb tasavvurga o'xshash eski shaponlarni kiyib, bizning modda bilan ishimiz yo'q, pul bilan ishimiz yo'q desa, dunyoning qaynida qoldi. Bu islomning yo'li emas. Ruhga ko'ngil bo'lish lozim, moddaga ko'ngil bo'lish lozim. Lekin bugungi biz yashayotgan davrda moddiy paras bo'lib, ruh bilan ko'rinmaydigan, qalbi bilan ko'rinmaydigan, vijdoni bilan ko'rinmaydigan, axloqli ko'rinmaydigan bu xil holatni islom rad qildi. Xo'sh. Ruh bilan axloq ikkisini tang tutib, mana shu tashabbus qildi. Shuning bilan islom iqtisodi shaxsiy iqtidorchilik bilan ommaviy iqtidorchilikni tangpunglashtirdi. Ikkisini tang moslashtirdi. Ommaviy iqtidorchilikni qo'g'daydi, davlat manfaati ustida, millat manfaati ustida shaxsiy iqtidorchilikni qo'g'daydi. Hargiz bu yerda davlat manfaatida shaxsiy iqtidorchilik butun bekor qilmaydi, yoki shaxsiy iqtidorchilikni asos qilamiz deb ommaviy manfaat uni bekor qilib o'tmaydi. Ikkisini tangpunglashtirib apmadi. Shuning bilan birlikda islom iqtisodi shaxsiy manfaatni, kollektivning manfaatini, davlatning manfaatini, boylarning manfaatini, kambag'alning manfaatini tang asos qilmaydi. Hammasini tang qo'g'daydi. Shaxsiy manfaatini qo'g'daydi. Masalan, Saudiya bo'lsa, kollektivning manfaatini qo'g'daydi. Jamiyat ehtiyojli o'rinlar bo'lgan bo'lsa, xayr ihson qilish, yordam qilish degan qo'shishlar bilan davlatning manfaati, masalan, ba'zi bir ishlarda ehtiyoj tug'ilgan bo'lsa, iyondan to'planadi davlat. Yoki ma'lum ishlarda sizlar biz qo'g'dash badaliga bosh to'langlar dedi. Davlatning manfaatini qo'g'daydi, o'rta hal yo'li bilan, ya'ni normal yo'li bilan. Boylarning manfaati qo'ydi. Boy bo'lgandan keyin cho'qim kambag'alni sen baxshing lozim deb bir qism kommunistlarga o'xshash yoki kommunist falsafachilarga o'xshab boylarni pomchik deb qamal qildigan yoki uning mol-mulkiga cho'kadigan bunday ish yo'q. Kambag'al deb kambag'alni chatqa qildigan u ish yo'q. Kambag'alning huquqini qo'g'dildi, boylarning huquqini qo'g'dildi. Chunki bizning dinimiz va kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Hamma ishda o'ttir halni asos qilmadi. Dinimiz iqtisod kelgan chaqda nafsoniyat bo'lib ketishni xohlamaydi. Shuning bilan birlikda bu mol dunyo degan qo'ldan kerak deb Alloh bergan ne'matdan mahrum bo'lib bichora holat yashash uni xohlamaydi. Chunki dinimizda vabtagh fima atakallohu daral oxirah. Alloh sana pul bergan bo'lsa, mol dunyo bergan bo'lsa, buni bilan oxiratni yo'lini qil. Ya'ni oxiratda natija qozonish uchun vasf qildi. Yaxshi ishlarni ko'p qilib ol, to'g'ri yo'l ishlar, to'g'ri yo'ldan topdi.
Şunun bilan birlikte "Vala tansa nasibak minad dunya." Dunyoda Alloh bergan ne'matdan bahramand bo'lishdan xoli qilma. Bahramand bo'lishni unutib qolma deb. Ya'ni halol yo'ldan topgan mol dunyodan o'z loyiqida normal yo'lda isrof qilmagan asosda buningdan bahramand bo'lsang bo'ladi. Lekin va ahsin kama asl. Alloh sen mol dunyo bergan bo'lsa, sen bir vakil, mal Allohning mol mulki, Alloh sana ihson qilib mal dunyo bergan bo'lsa, boshqalarga yaxshilik qilish unutib qolma dedi. Malni ta'rim bilan topding, to'g'ri? Ta'rimni topdingiz. Jafo tatib topdingiz, mal dunyoni topmoq oson emas. Chiqarish shuning uchun oson emas. Ammo mal dunyo Allohning mali, men buningdek bir vakil, bu qiyomatga vasıl bo'lish lozim. Qiyomatda natija qilishning yo'li bo'lish lozim deydigan bo'lsangiz, Allah xohlagan bo'lsa, har qancha ibodat qilgan bo'lsa ham bekati. Demak, Alloh sizga yaxshilik qilib, mal dunyo berganda siz ham yaxshilik qilishni unutmang deydi. Xulosa qilgan vaqtimizda islom har davr, har o'ringa yaraydigan bir din bo'lganligi uchun iqtisod yoki mol-mulk yoki sotsial sohasida prinsipal qoidalarni o'tirib qo'ygan. Mush prinsipal qoidalarga zid kelmagan yangi shakldagi davrning savdo-sotiqlari, yangi kelishimlar, yangi shakllari mubah bo'lsa mubah. Chunki dinimizda olimlar birlik kelgan qoidada savdo-sotiqdagi kelishimlardagi asli qoida shariatning biror daliliga zid kelmasa, shariatning ro'yxalab kelmasa, asli qoida mubah. Ya'ni dinimiz savdo-sotiq sohasida chekilgan doira cheklik. Az. Xo'sh. Ma tarafı bo'lmaydi, o tarafı bo'lmaydi, ma haram degan doirani aytasiz. Bo'ludu deydigan doir yomon kengir. Shu bo'ludu deydigan doiraga cheklim yo'q. Doirasi kengir bo'lg'ash. Bo'lmaydi degan taraflarni belgilab. Ma ishdan saqlanib sizlar tijoratni qilsanglar, savdo-sotiqni qilsanglar bo'ldi. Bugun kunlikda savdo-sotiqning nurg'un turlari ko'payib ketdi. Xo'sh. Buning bo'lmaydigan doirasi uni qilib uni chiqarib olsak, buning bo'ldigan doiralari, shakllar ko'p bo'lsa ko'p. Bu qoidaga asosan savdo-sotiqningki yangi shakllari, yangi turlari, kelishimlari bo'lsin. Bu Qur'on sunnatningki aniq keskin dalil zid kelmasa, yoki shariatningki bir maqsadiga zid kelmay qolib qolsa, bu mubah durust doirasida qolib qoladi. Allah razı olsun hakikaten ayet kemali düşündürler. Hakikaten yani biz nurgun derslerimizde kadarlı görmelerimiz şu eslisek mesela her kandak bir sahaya yani İslam'ımızınki, dinimizninki yani arılaşmaydıgan bu özden bilgen iş kısam oldu deydigan bir saha yoxluğunu hem nasiga, bütün nasiga bizge xuddi bir nurluq bir çıraqda yolumuzni ko'rsatib berayotgandek bir yo'l ko'rsatuvchi bir asas bir rahbarda hamda mushu afsus yuqorida so'zlaganlarda mushu bugun dunyoda nurg'un baylarning bu prinsipni bu tushunchadan yiroq qolganligi uchun diniy puldorlarning bugun mushu o'sim masalasini oyat tilg'ilib o'tdilar. Qaysi banklar menga jiqroq o'sim bir ekan deb izlab bir tamcha bir peshonasidan qilchilik bir tamcha terletmesin, yiqitmasin. Şu pullarını uya bir yerga aşında o'sim beradigan jazoni beradigan yerga qo'yib, shundan chiqqan pulni elib xashlash uchun shuni izlab so'rab, ashundaq yerni izlaydigan insonlarning bugun aramizda nihoyat ko'payayotganligini uya bir yerdan anglayotganmiz hamda. Haqiqatan bir içine shiq bir ish hamda afsuslanarli bir ish va iymon bilan qat'iy ayrilmaydiganligini dedi ham so'zsiz masalasini. Hem de bugungi temamizda o'sha islomdagi so'zsiz axloq bu so'zsizlikning axloq bilan bo'lgan munosabat haqida biroz. İslam aqidamiz aqidlar bu. İbadetimiz ibadet kısmı bu. Ahlak bu ahlak kısmı bu. So'zsizlik bu muamelesi bu. İctimai, siyasi, iqtisodiy tushunchasi bu. Hamma tarafı bu. Unda o'g'ankan Müslüman şirketlerinin qatarida bugün biz to'xtalib atgan so'zsizliklarda, tijoratlarda, ilm birimlarda bu shariatning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilishi. So'zsizliklarda musulmonlik axloqiga rioya qilish lozim. Chunki so'zsizlik shariatning bir qismi, islomning bir qismi. Axloqmi islomning bir qismi. Agar bu yerda so'zsizlikningki prinsiplariga qoidalarga bo'ysunmay shariatning ro'yiga zid chiqib qo'ysa, uning aqidasidan chataq chiqdi degan. So'zsizlikning axloq rioya qilmasa, iymonidan chataq chiqdi degan.
Chunki axloq so'z-setiqning asosi. Va musulmonninki iymoniniki mukammallikning yoki sog'lom ekanligining dalili. Yoki musulmonlarning taqozosi go'zal axloq. Hamda bu so'z-setiqninki muomalaning axloq rioya qilmaslik u odamning iymoniniki zaif ekanligi, ojiz ekanligi, abga o'lik ekanligining isboti. Payg'ambarimizning hadisi bu. Akmalul mu'mini imanan ahsanu axloqan. Dalil o bir sahih, keskin dalil bu. Peygamber Aleyhisselam so'z-setiqning axloq bilan zich munosabatining boy ekanligini bayon qilib, "Men g'ashshana falaysa minna." So'z-setiq saxtalik qildiganlar musulmonlar o'lchamiga uyg'un ish qilmaganlar. So'z-setiq aldamchilik qildiganlar, qo'yimchilik qildiganlar, mol-mulkini yo'gab, aplab-saplab setib oldiganlar musulmonlik axloq zich ish qilgan odamlar. Musulmonning o'lchamidagi odamlar emas dedi. Garchi ismi musulmon bo'lsa, masjidga qistishib kirgan bo'lsa-mu, 5 namoz masjiddan qolmaydigan bo'lsa, musulmonlik o'lchami zich ish qilgan odamlar bo'ldi. Bo'lam axloq sohasiga kelgancha qattiq keskin turdi. Savdo sohasiga kelgancha, tijorat sohasidagi aldamchilik, qo'yimchilik degan qo'shib bu illat kelgancha ig'ir darajada. Buningda nurg'un dalil bor. Masalan, boshqa dalildan birini olsa, "Man lam yada qawla zur wal amala bi" falaysa lillahi hajat. Bir adam yolg'on gapni tashlamasa, so'z-setiqda olsun va boshqa ishlarda olsun. Yolg'on gap bilan pul topadigan, jon boqadigan ish qildash tashlamasa, buning ibodati bakadi. Ro'zisi baka demak, ya'ni qilgan ishlari bakadir. Buningdan keskin ogohlantirish bilan. Ammo afsuski, zamonimizdagi ko'plagan musulmonlar chiqim ketmaydigan ibodatga kelgancha hali ixlosmi? Chiqim ketmaydigan ibodatga kelgan vaqtida uning hali ixlosmi? Vaqtida rioya qilish. Ammo chiqim ketadigan ibodat, badal to'laydigan yerga kelgan chaqda u yo'q, u ruh yo'q. Namozga rasmanlik ro'yi va aynan bo'lish umid qilamiz. Ammo so'z-setiq tijorat kelgan chaqda siroti mustaqimda mangdigan musulmonlar bekas. Ma halalmi, ma harommi deydigan musulmonlar bekas. Xiyoliy savdoning kendidan qo'lishib yuradigan, ma savdo halalmi, harommi deb ahli ilmlardan biladigan, haqiqiy o'limalardan so'ramasdan bir qism saxtipazlar, bir qism vaizlar, bir qism bilarmanlik yo'lga kirib olganlarning fatvosi bilan, fatvomi demaymiz, ona ozdirishi bilan xato ishni qilayotganlarmi umum yo'q emas. Odatda inson oson pul topqisi, ko'plab pul topqisi kerak. Bu insonning xarakteri. Bir o'toch qilsak oltin dollar bo'lib qolsa, ambat usulti deydi insonning xarakteri. Xo'sh. Hadisda deyilgan o'xshash. Demak, bu o'lchamda intayin odam sezgir bo'lishi lozim. Shunga musulmon aqidasi bilan Allohga ibodat qilgandek, ibodatlari bilan muomala qilgandek, axloq bilan muomala qilgandek, tijorat bilan ibodat qil. So'z-setiq bilan ibodat. Demak, sizning qilgan so'z-setiqingiz, ilm berimingiz, kelishimingiz, to'xtamnomingiz ibodatdan iborat. Bu ibodat sizda samimiylik bormi yo'qmi o'lcham beradi. Qandaydir bir musulmonlik o'lchamini ikkiga bo'lsak, bu o'lchamning biri bir musulmonniki, men musulmon deganiga loyiq ibodatni qilganligiga asosan musulmon ekan degan o'lchamni bersak, bu o'lchamning yana bir tarafi bu ilm setimida, so'z-setiqlarda, kishilar bilan qilgan muomalasida, ish harakatlarda samimiymi yoki samimiy emasmi? İslamning axloqi rioya qilamdi, rioya qilmamdi. Bu so'z-setiqga islom halol, harom degan bu o'lcham bo'ysunamdi, bu yerdan beramiz. Bu insonning samimiy ekanligi yoki saxtipazlik ekan. Xo'sh. Chiqimsiz ibodatga kelgan chaqda samimiylik namoyon jiq ko'rinadi. Ammo bu turmush masalasi yoki pul masalasi, pul muomala masalasi kelgan vaqtida bu yer musulmonlik o'lchami jiq odam bu sinoqda o'tolmaydi. Shunga bir insonningki qalblik iymonning o'rnining qanchalik ekanligini his qilmoqchi bo'lsak bilmaymiz, chunki qalbdagi narsa g'aybiy bo'lganligi uchun, ya'ni sirtdagi alomatini, ta'sirini, inkosini bilmoqchi bo'lib qolsak, ularning masjid qisib kirganligini bilgan olmaydi. Masjid chiqimsiz ibodat bo'lgan bo'lg'achqa, uning ixlos topildi. Ammo bu odamlarning so'z-setiqdagi, ilm berimdagi, qaz berib turish, qaz so'rashdiki, va'da qilib amal qilish, amal qilmaslikka, kelishim qilib, imzo qo'yib turib, nima imzo bo'lsin, uning amal qilish, amal qilmaslikdan bu yerdan bu odamning qalbidagi iymonning qanchalik ekanligini bu yerdan bilgan bo'ldi. Musulmonlik o'lchami ibodatdan bakrak bugungi kunlikda
so'zsatak, ilm berim, muomala bilan o'lcham. Musulmonlikningki o'lchaydigan haqiqiy o'lcham bu yer. Bu o'lchamdan o'tgan bo'lamdi, o'tgan bo'lmamdi. Buni har odam o'zining qalbidan so'rasa aslida bo'ladi. bu yerda o'tamaganlarmi bu muomalalar, xilmush muomilaliklar. Nurg'un alma dedi, bu yerda sen chatoq chiqqan bo'lsang, sening normal masjiddagi va boshqa nurg'un ibodatlarning qabul bo'lmaganining alomati u. Sen tegishlik musulmonlikni ado qilolmayotgan bir kishisan. İkisi birleşken vaqtida andan qabul bo'ldi amallaring degan shaklda. Şo'miz bu yerda o'lchami ikki yo'l. Bir qismi ibodat o'lchami, musulmonning o'lchamini ko'rsa, yana birisi ilm satimdagi yoki muomaladagi o'lchami. İkisi birlashgan char andan sog'lom musulmondachilik shakllanadi. Sotsiyetikning axloqlarini ayirmayrim. Siz yuqori so'zlab o'tgan biraz bir qancha turga bo'lsak. Sotsiyetikning axloqlarida muhim bir qancha asosiy prinsipal qoidalarni o'tirgan. Bu qoidalarning birisi yaxshi niyat bo'lish. Yani bir musulmonda niyat yaxshi bo'lib qolsa bu ibodatga aylanadi. Yani bir musulmon sotsiyetik qildi yoki tijorat bilan shug'ullandi yoki biraz zavod fabrik ishlab, men bu ishlash orqali o'zimni, oilamni boqay. Halol yo'ldan pul topay, halol yo'li bilan bolalarimni boqay, halol yo'li bilan cho'ng qilay deb niyat qilsa va pul tepib zakitini beray, xayriga ihson qilay, millatningki, ummatning ehtiyoji ishiltay, dinni qo'g'daydigan, millatni qutqizgan yo'lga ishiltay desa, savob alam savob ol. Birinchi shu niyatni qoidasi prinsip aslida. Niyat yaxshi bo'lishi lozim. Agar bir odam tijorat qilsa, pulni obdan tepib qimon toza o'ynaydi desa, masalan, pulni obdan tepib zina, fohish va yer cho'glab yuray desa, gunoh bo'lamdan bu boshdan tart oxirigacha gunoh. Gunohkor. Agar niyati yaxshi, lekin pulni az topdi odam. Zakat bermandan beramidi masalan. Men o'zimning turmushida eshinsam bir o'quvchini o'qitib qo'yaman. Masalan, Turkiyani misol qilib. İstanbul bir o'quvchi masalan $50 yordam qilsa bir odam, Alloh rozi bo'lsin deydi odamimiz. Ammo oshinchilik ko'ngil bo'lgan odam yo'q esa bugun kunlikda. Millat uni qilmaydi, buni qilmaydi deydi. Yetishtirmasang odam yetishtirgan nereden qildi? Kim qildi buni? Bu dehqon chiqib qolamdi, baqqol chiqib qolamdi buni. Bu o'qigan, bilimlik, iymoni va axloqi va bu aqidam, millatim, vijdonim deydi odam qildi. Xo'sh. Masalan, anlatdingiz. Demek bir yerde niyet birinci asas. Yaxshi niyet turmushni, tijoratni, şirkatni ibadetga aylantiradi. Innamal a'mal binniyat degan. Shuni bir ishni qilgan chaqda balamni o'qiman deganni niyat qilsa, xayriy ihson qilaman deganni, birisiga yordam beraman degan necha niyatni birlashtirsa, hammasi o'xshash savob bo'ladi. Birinchi niyatimiz shu. Xo'sh. Yani yaxshi niyat sotsiyetikning birinchi axloq. Ikkinchi güzel ahlak. Güzel ahlak deganimiz masalan sosiyetikda samimiy bo'lish, rostchil bo'lish, va'da qilgan bo'lsa, va'dasiga rioya qilish, masalan $1000 qarzab turib 5 kundan keyin berman deganimiz 5 kundan keyin berish. Agar 5 kundan keyin berolmay qolib qolsa uzr aytish. Ammo qandaqdir ba'zi insonlar varki 5 kun deydi, 5 kunga 15 kun o'tib ketsimi, ya pul yo'q yoki uzris yo'q. Bu va'daga vafosizlik shu. Xo'sh. Bu eng cho'ng bir axloq kirish yuz beraylik. Bu nima deb lavzi qildingiz? Lavzini yoki og'zingiz bilan qildingiz yoki imzo bilan qildingiz. 5 kun degan bo'lsa 5 kun. Beradigan bo'lsangiz, vafo berolmay qolib qolsangiz, vaqtni uzartish uchun so'rang. Bo'lmasa vafosizlik qilgan bo'l. Kelishim tuzgan bo'lsa, kelishimga amal qilish. Qarz olgan bo'lsa, qarzni vaqtida chiroyli ado qilish deydi. Qiyinchilik olgan bo'lsa, uning bir oz muhlat berish. Bu güzel ahlakdan qatardı. Malning ayıplarını aniq deyish. Malning ayıplarını deyish degandek. Bu güzel ahlak, bu dinning zinnati. Dunyoning zinnati. Güzel ahlaklı adam dinda hurmatlanadi, dunyolik ishlarda hurmatlanadi. Xo'sh. Güzel ahlak rioya qilgan adam Allohga itoat qilgan payg'ambarga ergashgan bo'ldi. Chunki Qur'oni Karim va qulu linnas husna dedi. Kishilar yaxshi gap qilinglar. Pul berib turganda yaxshi gap qilinglar, olgancha deb yaxshi qilinglar. So'zet qilgan bo'lsanglar, ilm bermoqdim hammasida güzel ish qilinglar. Qandaqdir bir yer birisiga berib turganlik bilan haqoratlik qilgan, cho'ngchilik qilgan, yoki birisi bir xayriy ihson qilib zakitini bergan bo'lsa, xayriy ihson qilgan bo'lsa, cho'ngchilik qilish uning haqqi emas u. Musulmonlar yarashmaydi. U aziyat qildi va uning bergan zakitning savobi nolga teng bo'ldi degan gap. Balki u yerda zakitini bergan adam, xayriy ihsonni bergan adam osh bir kambag'alni Allohning muyassar qilib berganiga, ashning zakitini oladigan, xayriy ihsonni oladigan bir kambag'al bir o'quvchini ashning tayyor qilib xush bo'lsa bo'ldi. Ibodat qilib olganlik uchun Alloh sevgisi bo'ladi. Minnat qilish emas bu qarish tarafga.
Shundaq bir kunlar keladiki, izlab topolmaydi. Men zakitimni o'ray xayr ihson qilib olaysa, pulni jiqib ketganlikni qilolmaydigan mumkin. Bu sebepten Peygamber Aleyhisselam güzel ahlak tashabbus qilib, samimiy savdogar. Rastçıl savdogar. Ya'ni bani bor, yo'qni yo'q deb qilgan bu savdogar, darajasi shu daraja yuqori bo'ldiki, payg'ambarlar bir qator. Şehitler bilan bir septi bo'ldi. Haqiqiy sodiq mu'minlar bir septi bo'ldi. Endi bunun eksi olan saxtipaz bir savdogar bo'lsa, qo'yimichi bo'lsa, kazzab bo'lsa, va'dasiz, vafosiz bo'lsa, bu kim bilan bo'lamdi? Peygamberning qatorida o'rin olamsa, shehidning qatorida bo'lsa, xoin, ablahlar bilan bir septi bo'ldi. Bunu chaqchaq qilgan masala emasmi? Uchinchi cho'ng bir prinsipi sodiqlik axloq, halol narsalar sodi qilish. İslam dinimiz pak narsalarni, foydali narsalarni halol qilgan. Necis ve ziyonliq narsalarni harom qilgan. İslam dini harom qilgan qaysi bir narsa qolsa, uning ziyonliq ekanligi mayli ilmiy jihatdan, mayli boshqa jihatdan ko'rinib chiqadi. Bugungi kunlikda uningga jiqilgan misollari ko'rinib turadi. İslam dini insoniyatga foydali bo'lgan narsani harom qilgan emas. Balki ziyonliq bo'lgan narsani harom qilgan. Şu Kur'an-ı Kerim bu vaqtda ve yuhillahum tayyibat qalb. Yani insan söyündiğen, insan yaxşı gördüğen, insan iltildiğen, insanı faydalı olan pak narsani hammasini Allah halal qilib. Ki nimani ziyon qil, nimani chekildiysa, yuharrimu alayhimul insonning qalbi ko'tarmaydigan. Pak tabiat buzilmagan inson xolamaydigan. Yani insan ziyonliq bo'lgan xabis, necis narsalarni, bu narsalarni harom qil dedi. Şunu bir yer Müslüman payda qo'g'lashdim deb o'simdan kendini jug'urib yursa, yoki monopol qilib pul topsa, monopollik bilan, yoki aldamchilik, saxtipazlik va shunga o'xshash harom narsalar savdo qilsa, bu islomniki bu prinsipiga zid ish qilgan bo'lib qoldi. To'rtinchi axloqi boshqalarning haqqini ado qilish. Boshqalarning haqqini ado qilishdan doirasi keng. Masalan, biz sizdan qazab to'di, uni ado qilish deyli. Yoki birisini ishlatdi, xizmatchi qilib bir do'konga, bir shirkatga uning haqqini berish, yoki birisining uyini kirolab o'ttirgan bo'lsa, uning haqqini ado qilish deganga o'xshash bu haqninki doirasi kengroq. Shu bu yerda bu haqni to'laydigan odam beralaydigan turib, kechiktirib qo'ysa, u vaqtida qarshi tarafga zulm qilgan bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz matlul g'ani zulmun. Yani beralaydigan turib so'zaversa, boshqalar beradigan haqni qo'lda pul turib, masalan, qarz bor birisidan bermadi. Birisidan 2-3 oy ishlatdi, uning ish haqqini bermadi. Bu zulm bo'ldi, zulm. Gerçi o adam men foyda topdim deb o'ylab qoldi u yerdan, ammo boshqalar zulm qilish bilan xo'sh, o'zidagi barakatni qochirgan bo'ldi. Shundan bu yer boshqalarning haqqida qo'shimcha qistirib deydigan gap, bu mol dunyoda zakotdan iborat Allohning bir haqqi. Mal dunyoga erishgan odam yoki Alloh mal dunyoni ihson qilgan odam bu zakotdan iborat va qiyinchilik va o'rinlar xayri ihson qilish iborat bu majburiyatni unutib qolmaslik lozim. Chunki Qur'on-i Karim aniq qilib bu yerda zakotdan boshqami aniq qilib va fi amwalim haqqun ma'lum lis-sa'il val mahrum. Bularning mol mulkida, ya'ni imkon yaxshi odam mol mulkida qiyinchilik chiqib qolgan, egri kuni qolib qolgan odamlarningki haqqi bor deydi. Ay, haqqni kim o'taydi bo'lsa boyiladi. Ya ben zaktım benim işim tüy dedim. Yani buna öyle mesele hal olmadı. O adamdan pula bir cık. Mesela Xudayım köp bergen bolsa, kıyınçılık eğir olgan bolsa, o adamların yani yardım kılış mecburiyeti var dedi. Bu hakkını mı qarindoshlarimiz unutup kalması lazım. Beşinci ahlak, so'zda boshqalarning haqqini yeyilishdan saqlanish. Yani boshqalarning haqqini yeyilishni harom deb qarash lazım. xo'sh. Kishilarning mol-mulklarini, qaysi turdagi mol-mulk bo'lib qolsin, onu yeyilishdanki haram ekanligini bilish bu so'zatlik eng muhim qoidalardan birisi hisoblanadi. Çünkü Qur'on-i Karim bu vaqtda ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Mu'minlar xitob qilyapti, musulmonlar. Mol-mulkni haqsiz yeyolmanglar. Roziliksiz haq-mulk yeyolmanglar. Birisi berib turdi yoki degan qo'sh qaysi bir sabab bo'lsin, boshqalarning haqqini rozi bo'lmagan bo'lsa, erishib bo'lmaydi dedi. Yani bir yerdeki başkalarının hakkını yiyiliş degan nima bo'lsa, başkalarının narsani o'zidan qilib olish. Mesela biz bir öy qarab qo'ysalar dedi, vatan katta deydi. Qachil qo'yib qo'ygan deb o'zining nomiga yo'tkilib,
Omonat deb qarab turmay yo'tkib olgan bo'lsa, boshqalarning haqqini yeb olgan bo'ldi. Xo'sh. Boshqalarning uyini setib etgan bo'lsa, ruxsatsiz, yoki odam vakolat bilan buyurmagan bo'lsa, demagan bo'lsa, yoki boshqalarning uyini kira urib, u kiraning pulini nimaga bermay, uyini eksiga bermay o'zi yanchiq qilgan bo'lsa, bu yerdimi? Haqqini yeb olgan bo'ldi. Enkaydi ba'zi bir insonlar bir dukkan ijaraga olgan bo'lsa, oshpaz deydi. Buni havo pulsini satdik deb sildan ijaraga oladi, lekin Mehmetga ijara beradi. Uyning egasidan xabari yo'q. Nima haqqi bilan ijaraga beradi? Men sildan bir uyni ijaraga oldim deydi, oshxona deydi, yoki navoiyxona. 5 yillikdan. Men 2 yilda taqadim dukkanni, ya ishim tugadi. O vaqtida men qaytarishim lazım. So'radim men ishim oqmidi yoki ishim tugadi. Sizga o'tkazib berishim lazım. Yoki boshqa bir odam topgan bo'lsa, Uyning egisini xabar. uyning egasi xabardan qilib qo'yish lazım. O yangi kelishim bilan, yangi to'xtam bilan bu yerda molning egasi bilan kiraga oluvchi ikkisi yangi imzo bilan ish qilishlar. Unda qilmasdan, sizdan xabarsiz holatda men ijaraga bersam, xiyonatmi? Xiyonat. Boshqalarning haqqini yeb olganlarni yeb olganlar. Bu chaqchaq qilgan masala emas. Bu faqat sizdan yanchiqlik dollarni olib olsamlar, yeb olgan. Bu bunda kelgan chaqda unga chaqilgan bo'lmaydigan, harom ish qilgan bo'lmaydi, unda ish yo'q. Bumi boshqalarning haqqini yeb olganlikdan qatori kiradigan bir masala. Xo'sh. Mesela uyda o'tirib ijarasini bermaslik imkoni tur. Qiyinchilik bo'lib kechiktirib qolsa, bu ayrim bir ahvol, istisnoy bir ahvol. Birisini ish qilib, uning haqqini bermaslik deydi. Yoki beraladigan turib qasddan kechiktirish, buning hammasi boshqalarning haqqini yeb olganlikdan qatori. Xo'sh. Shuni bir yerda eslatish lazım qarindoshlarga, musulmonning mol-mulkining hurmati musulmonning qiniga o'xshash muqaddas. Dinimizde Müslümanın ceni kovduldu, akidesi kovduldu, izzet şerif kovduldu, mal mülküm kovduldu. Cenini kandak mukaddessek, onun mal mülküm ayından mukaddes. Xo'sh. Şunu bir yerde bir Müslümanın ki nas gereklerini, mal mülklerini, yaki dolar pulusunu, onun ruhsatsız, yaki razılıksız eleş, katli doğramız. Şunu bir yerde usulü işiltip, oldamçılık bilen, sahtipazlık bilen, yaki bir ösümge okşaş bir iş bilen, yaki kımağı bağlap, yaki parxorluk degen okşaş, degandek yoki bir harom savdoga kirishtirgan bu ishlar bilan uning pulini elish, yeyilish bu harom bo'lsa harom. Shuningdek yana bir yer qistirib o'tishga birtimi boshqalarning haqqini yo'lishda zakat elishga haqliq bo'lmagan odamlarning zakat elishi harom. Zakat yeyishga yoki zakat elishga haqliq bo'lmagan odamlarning zakat elishi harom. Shuningdek yetimlar qarab atgan, mesela bir yetimning puli bor deydi, uyi bor, bag'i bor deydi, boshqa bir odam qarab qo'ymas. U yetimning mol-mulkini o'zidan qilib olgan, uni boplab joylab o'tadigan. Bunday qilish harom. Shuningdek, yetimga beraman deb pul yig'ib, yetimga bermay, uni o'zidan cho'ntakka solgan bo'lsa, bu harom. Bu yerda bu masalada ba'zilar diqqat qilish lozim. Yetim deb pul yig'idi, ammo yetimga bermaydi. 100 dollar deb yetim qilamiz, 10 dollarning 90%ni boshqa yoqqa ishlatib bersa, munosabati yo'q yerga, yetim bilan munosabati yo'q yerga, yoki yanchiq qilsa yetimning haqqini yeb olgan bo'ldi. Shuningdek, vaqf bilan mol-mulkini yeb olish, biroq jamiyatning mol-mulkini yeb olish yoki bu fondi deb uning mol-mulkini o'zining tegishli yerga ishlatmay yo'q qilib o'tish bu eng chong kaboir gunohning qatoridan hisoblanadi. Xo'sh. Oxirgi qoida sotsial axloq boshqalar ziyon solmaslik. Sotsial axloq oxirgi qoida, chong qoida, bu burmush qoidalar bugungi demoqchi bo'lamiz. Boshqalar ziyon solmaslik. Ya'ni bir musulmon boshqalarga mayli moddiy jihatdan bo'lsin yoki ma'naviy jihatdan bo'lsin ziyon solish harom dinimizda. Moddiy jihatdan savdosini ziyon ushirtish harom. İzzet sharafini to'kash u harom. Xo'sh. Mayli moddiy olsun, ma'naviy olsun. Chunki dinimiz bu yerda la zarara va la dirar. Ziyon tortishga yo'l yo'q, sen ziyon selishga yo'l yo'q. Yani demek ki nimaga ziyon tortsanmi deymiz. Hem boshqalarga ziyon solsang bo'lmaydi. Yani savdo deganda ziyon bo'ldi normal. Lekin sen boshqalarga ziyon solsang bo'lmaydi. Moddiy tarafdan yoki ma'naviy tarafdan ziyon solsang bo'lmaydi. Yoki birisi men ziyon soldi deb unga qarshilashma holatda bu xil ziyonni solsang bu musulmonlikqa bu yarashmaydi. Emniyet boshqalarga ziyon solishni qatorida misol olsak, mesela omonat xiyonat qilish. Buni turjiq. Bir omonat ko'pincha pul saqlab qo'ygan deydigan yoki bir bola sizning qash tutib tursin desa,
Onun türücek oldu mesela bazı oğul oldu, bazı kız oldu. Hoş. Buna hıyanet kıldıgan, vadiga vapa qilmaydigan, qaz vaqtida bermaydigan, tijoratda oldamchilik qiladigan yoki qasddan bahoni egizpas qilib kishilarning turmushini egizpas qilib o'tadigan, kambag'allarning haqqini bermaydigan degan qo'sh. Mushlarning hammasi boshqalarga ziyon sog'anlik qatori kiram do'stkan. Bu şu 6 qoida yuqorida deyilgan sotsiyatikninki eng muhim prinsipi. Masalan, yaxshi niyat qilsa, Hoş. birinchi, ikkinchi go'zal axloq, uchinchisi halol narsalarni sotsiyatik qilish, harom narsalardan yiroq turish, to'rtinchisi boshqalarning haqqini ado qilish, beshinchisi kishilarningki haqqini yo'lishdan yiroq turish, oltinchisi boshqalarga moddiy va ma'naviy tarafdan ziyon solmaslik. Bu sotsiyatikdagi eng muhim prinsiplar. Çok rahmet, Allah razı olsun. Yukarıda söylep ötkeldi şu cemiyet, teşkilat, bu degan gap tilgadında müşaga berilgan zakatlar mesela bir kısmını yetimlerge berip, kambag'allarga berip, qolganini mesela işletmeslik meselesinde. Albatta, şu mesela cemiyetler zakatını yıkka vaxtida mesela normalde zakat yani ait vaxtida tekkizilishi kerak hamda o zakat egilariga. Normalde her qandaq cemiyet mening bilishimcha hamda tushgan pullarning hammasi shu hamon yoki shu yil taqdim qilinmasligi mumkin hamda. Zakatning bir sanduqida bo'lsa, uni bo'lib kambag'allarga yoki muhtojlarga bo'lib taqdim yoki o'quvchilarga oylik taqsim qilib beradi. Onun sanduqida bir muncha pul turishi mumkin hamda. Lekin xalqdan kelganda hamda shu jamiyatga birda xalq hamda. Bu shaklda qilish to'g'rimi, xatomi masalan? Bir yerda ikki nuqta bor. Birisi zakatni saqlab kechiktirish to'g'rimi, to'g'ri emasmi degandek bir masala. Normalda bir jamiyatda zakat ko'p bo'lsa, masalan, Xalij ellarga o'xshash deydi. Masalan, Qatar, Kuvayt degan o'xshash boy davlatlar. Puljiq zakat ko'plab yig'iladigan, uni taqib bo'lganman o'z jamiyati. Bunday yerda buni fond qoidadan tursa, u ruxsat dedi olinamiz. Ammo ehtiyojni qanday amaliyotgan? Zakat bo'lsinmi, xayriya ihson bo'lsinmi, yordam bo'lsinmi? Kishilarningki yoki jamiyatningki ehtiyojini qanday bo'lgan bunday ahvollarda u zakatni joyida shu yil taqib bermay, uni fond qildik, uni buni qildik deyish u to'g'ri emas. Bu bir masala. İkinci mesele, mesela bir jamiyatga kambag'allarga yoki yetimlarga deb zakat yoki xayriya ihson keldi deydi. $10,000 deydi mesela. U yerda 20 yoki 30 kishi bor, kambag'al yoki o'quvchi bo'lsin yoki boshqa odamlar bo'lib qolsin. Ama buni birla beraversimi, shu kambag'alning haqqi bergan bo'ldi. Xo'sh. Unda qilmay, agar o'quvchi bo'lib qolsa, birla beraversa qarab o'tirib, yana ertaga yardım deb kelmasin deb o'quvchi bo'lgan bo'lsa, buni o'shikkaga bo'lib Bunun yardım şekilde unda basımı yani kambag'alning haqqini to'liq bergan. Muhimi $10,000 kelganmiz, $10,000'ni aş yetimga, aş kambag'alga yoki muayyan belgilarning o'rni bersa, u vaqt uning haqqini yeyolgan bo'lmaydi. Ammo afsuski, ba'zida bizning qashimizda 50 yetim bor, 100 yetim bor edi. Emilga sanab kelsa 10 chiqadi, u ya chiqmaydi o yetim. Demak, bu yerda yetimdan 10 va bu yerda 50 chiqarib, 60 chiqarib o'shiq pul olsa, u vaqtida başqalarının haqqını yeb ketgan qatori kelamiz, yeb ketgan qatori ekan. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Şayet tügasak vaqtimiz tugadi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta kirsak sotsiyatikninki turlari ajoyib jaqam, lekin baş mavzularini eng muhim yerlerini tilga oldik. Bundan albatta bütün shaxsiy masalalarning hammasi xiyolimiz kelmagan nurg'un narsalar kirib ketishi aniq inshaalloh. Haqiqatan diqqat qilishimiz kerak bo'lgan har bir qilayotgan ishimizga sotsiyatik ilm berim bu masalalarga shundaq darajada ko'ngil bo'lishimiz, diqqat qilmasak hamma ishimizga ta'sir etadigan bir zil masala. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bunga tegishlik amal qilishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Allah ömür verse aldığımızdaki haftada o'xshash saatda boshqa bir temada yuz ko'rishga aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.